uchrashuvimizdan maqsad har oyda juma va tadbirkorlar uchrashuvi o'tkaziladi Agrobank Bo'ston Vijay tarafdan. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad sizlarga bank produktlarimizda o'zgarishlar bor, shular bilan tanishtirib o'taman. Biz bank produktlarimizda mahalla loyihasi bo'yicha ajratilgan kreditlarimiz bor. Bizda ko'mak, mahalla loyihasi, bizda birinchi qadam kreditlarimiz bor. Shularda o'zgarishlar bo'lgan. Agar ayol kishi bo'lsa, kredit oluvchi ayol kishi bo'lsa 23% dan berilyapti. Oldin 25% dan beradi erkak ayol bo'lsa. Keyin PK 312 qaror bo'yicha ajratilgan kreditimiz bor. Tadbirkorlik subyektlariga ajratiladi. 1-noyabr hisob-raqam ochgan bo'lishi kerak. Ishlab chiqarish tizim tuzashi beriladi. Agar buni ham rahbari, yatırda bo'lsa, yozilgan bo'lsa, rahbari ta'sis ayol kishi bo'lsa 17% dan beriladi. Agar erkak kishi bo'lsa 19% dan beriladi. Keyin bizda ko'mak mahalla loyihasi aytib o'tdim. Mahalla loyihasi 5 yilga 2 yil imtiyoz davri bilan 25% dan beriladi. Hozir ayollarga 23%, keyin erkaklarga 25% bo'yicha qoldi. Unda loyiha paket bo'yicha beriladi. Biznesga birinchi qadam degani bu 5 million so'mgacha beriladi. Keyin bizga ko'mak deganimiz bor. 4 muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan 17 million so'mgacha beriladi. Sug'urta bo'lsa ta'til ta'minlangan. Shu kreditlarimiz hozir yangilik bor. Keyin ipoteka kreditlarimiz bor. Ipoteka kreditlarimiz yangi ochildi. Oldin shaxsi bor insonlarga berilardi. Hozir shaxsiz bo'lmasa ham o'z bank qilgan shaxslarga boshlang'ich to'lov 30% to'lagandan keyin shu o'z bank qilsa kafilliksiz berilyapti. Hozir 18 yilga berilyapti. Menda savol bor. Ismim Shahzoda, Obodbekda yashayman. 17 million kerak, nima dokumentlar kerak? Savol uchun rahmat. 17 million so'mlik kredit bizga ko'mak degan nomlanadi. Kreditimiz nomi unga o'zimiz bank degan bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda nomingizda kredit bo'lmasligi kerak, iloji boricha. Ya'ni mahalladan tavsiyanoma beriladi. Hokim yordamchisi, mahalla banki, mahalla agentini qo'llari kerak bo'ladi bunga. Keyin bunga 3 ta loyiha paket bo'yicha loyiha qilishingiz kerak uyingizda. Ishlab chiqarishmi, xizmat ko'rsatish yoki chorva parvarishi o'sha maqsadda o'zimiz bank qilamiz, shu bo'yicha beriladi. Agar xohlasangiz kafil asosida berilsa ham bo'laveradi yoki sug'urta bo'lsa, sug'urtamiz to'g'ri 820 so'm bo'ladi. Agar kafillik taqdim etsa sug'urta shart emas.